Mandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir non berib ko'rsatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Kimlardir non berib ko'rsatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Xullas, ular texnikalarni sotib olibdi, tog'a. Mana ularga ishongandim, tog'a. Nima qilamiz endi? Xato bo'pti-ku. Unda boshqa joydan olarmiz, tog'a. Endi Bahrom, bu texnikalarga oldinroq buyurtma berish kerak. Keyin hozir otxonada ish ko'p. Keyin hal qilamiz buni. Tog'a, texnika o'zimizga ham zarur-ku. Siz xotir olmang. Topamiz. Eshitaman. Nima bo'ldi? Voy, tez harakat qilmaysanlarmi? Tezlashtirilaring. Kelo, otxonada gaplashamiz. Xo'p. Bo'pti, xo'p, tog'a. Nima qilamiz aka? Tog'am, otxonaga chaqiryaptilar. O'zi kecha bular bilan puxtaroq qilib gaplashmabsan-da. Bir ikisini pulni berib qo'ymabsan-da. Shunda sotormasdi. Ishimiz tezroq hal bo'lardi, Umidjon. Endi men ham sotib olishni bilmadim-da. Bo'lmasa ovora bo'lib kelib yurmasdik. Nima qildik aka? Boshqa joyga boramizmi? Yo'q. Otxonaga borish kerak ekan. Otxonaga boramiz. Mayli. Bu deyman, ot boqarmisizlar? Bunaqa texnikaga oldindan to'lov qilib qo'yish kerak. Endi bilmabman-da, sotib oluvdim. O'zi ko'rinishinglardan unaqa oladigan sharoitinglar ham yo'q shekilli. Agar xohlasanglar, men arendaga beraman. O'zim shunaqa biznes bilan shug'ullanaman. Sizlarga yordam bo'lsin deyman-da. Sendan kimdir maslahat so'radimi? Tanimagan odamingizni sanlab tashamang. Yaxshi emas. Ma'ulanga yarasha javob. Bahrom aka, yuring keta qolaylik. Men seni o'ylab gapirdim. Senga har holda yordamim tegsin dedim. Xursand bo'lsang-chi, ot boqar. Aka, yuring ketaylik, iltimos. Qo'ying bunaqalar bilan teng kelmang. Ot boqar. Voy. Davron? Tinchlikmi? Gullar bilan kelibsan?
muncha chiroyli gullar bo'lmasa, Bu gullar sizga. menga rahmat bolam. Nima munosabat bilan? Endi onamga gul berish uchun birorta bayramni kutish sharti bo'ylamayman. Voy bolama, ovora bo'psan-u. Havorasi bor ekanmi? Judayam chiroyli gullar ekan. Ko'nglim tog'dek ko'tarildi. Odatda atir gulli sevgi ramzi deyishadi. To'g'ri. Shuning uchun ham siz meni eng sodiq sevgilimsiz. Sizni yaxshi Rahmat ko'raman. bolam. Men ham seni yaxshi ko'raman. Endi bularni joylab qo'yamiz. Mayli. Olaqa. Voy. Gullaringizga qo'shilib turadi-da. Ha, Kolleksiya ona. baraka top bolam. Asabiylashmang. Nima qilasiz asabingizni buzib? Bunaqa odamlar ko'p-u. Mana qara. Bunaqa odamlarni yo'qotish kerak. Aka, begona odam bo'lsa, Nimasi begona? Shular ishingga bir kun kelib pand beradi. Qachongacha bizning ishimizga aralashadi? Ular nima haqqi bor? mayli. Akajon, qo'ying, asabiylashmang. Nimaga asabiylashmayman? Muomalani qara, ko'rib turibsan-ku. O'zicha cho'nchagiga pul tushib o'zgarib qolganlarda. Ha, mayli aka, qo'ying. Menga qara Umidjon, otda yalla. Xumordan chiqib meni. Lekin to'g'ri qilasiz. Sal asablaringiz joyiga keladi. Kira qoq. Oyi. Yur qizim. Voy, Nigora. Voy, Assalomu alaykum. va alaykum assalom. Ha. Yaxshimisan qizim? Rahmat. Yaxshi keldingmi? O'zi yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, rahmat. Ona qizim, muncha shirin bo'lmasa bu qiz. Bu gullar ham sizga. Rahmat. O'zi bugun gul oladigan kunim ekan. Boya Davron olib kelgan edi. Kelinglar. Yaxshi keldinglarmi? Qalaysan Davron? Davron? Yaxshi Yaxshimisiz? keldinglarmi? Rahmat. Ha, Nigora, bularni olib kirmaysanmi? Qani yuringlar. Nigora olib yuringlar, kirsangchi. Yuringlar. Qalaysiz? Ketdik. Yaxshi. Voy, ey. Yur, Qani yuringlar. yur bolam. Kiringlar. Qani. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Ishingiz tugatib qoldimi? Yo'q, hali bor. Otxonaga keldik bugun. Ha, yaxshi. Charchab qolmayapsanmi? Yaxshi. O'zingizchi? Yaxshi. Oyim nima qilyaptilar? Hozir qo'raman. Bahrom aka? Bahrom aka? Bahrom aka? Sekin, sekin. Sekin. Aka, bolalar, tez yordam chaqiringlar. Aka, bo'ldi, qimirlamang. Hozir. Belim. Hozir tez yordam keladi. Bo'la qolinglar, ey. Keling, mana buni yechib qo'yaylik. Sekin. Mana, bo'ldi. Bo'ldi aka, hozir. Ilohi omin. Sog'lik salomatlik bo'lsin, tanimiz sog' bo'lsin. Baxtinglarni bersin, qo'sha Aytganingiz qaringlar. kelsin. Baxtinglarga ko'z tegmasin. Hammamiz sog' bo'lib, xonadonimizdan esa fayz baraka hech qachon arimasin. Amin, Alloh. Amin. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Yaxshi o'tiribsizmi o'zingiz? Ishlaringiz yaxshimi? Charchab qolmayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Zerikib qolmayapsizmi? Yo'q, Xudoga shukr.
Qo'ygan bolalar qani? Ular bog'chada edi. Ha, Imonani maktabdan olib kelaverdik. bu Imonaxon a? Birinchi sinfda o'qiydilarmi? 1-sinfga boradi. Ha, yaxshi. Endi to'ydan keyin tuzukroq xabar ola olmadik. Shunga ko'rib ketaylik deb kelgandik. Davron bilan-ku ish bo'yicha har kuni ko'rishib turamiz. Shunaqa. Yaxshi bo'pti. Qizingiz ham sizni sog'ingan ekan. Qizimni ko'zdagi quvonchlarni ko'rib, juda ham xursand bo'lib ketdim. Anchadan beri bunaqa kulganini ko'rmagandim. Mayli. Iloyim baxtli bo'linglar. Rahmat. Ona, bo'lmasa, men chiqib bu narsalarni tayyorlab olib kelay, a? Ha. Baribir uyda kelin yo'q. Endi keyingi safar navbat menikimi deyman, a? Xudo xolisa. Qani, To'xta Davron, o'zim tayyorlayman. birga qilamiz. Hamma narsa tayyorlab qo'yganman. Olib kirsanglar bo'ldi. Xo'p, oyi. Xush kelibsiz. Zerikib qolganingizda bemalol qizingizni ko'rgani boravering. Eshigimiz siz uchun ochiq. Rahmat bolam. Boraman. Xudoyim, ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Voy. Sarvinoz? Sarvinoz? Labiyoyjon, Men kasalxonaga ketyapman. voy nima bo'ldi? Dadingiz otdan yiqilib tushibdilar. Ha, biz ham boraylik unda. Siz nima qilasiz? Bolaga qarang. Men sizga qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti, xo'p. Ish qilib yaxshi bo'lsinlar-da. Oy. Sizga nima bo'ldi, Bahrom aka? Hammasi yaxshi edi-ku. Nima qilardingiz o'sha otga minib? Endi hammasi ortda qolib, hayotimiz iziga tushib kelayotgan bir paytda bizga kerakmidi shu muammolar? Tezroq tuzalib keting. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ha, kichkintoy. Oymidamilar? Ha, ichkaridalar. Shu yerdaman. Kenaychi. Oshxonadalar ular. Ha, mayli. Kiring. Assalomu alaykum. Voy bolam. Va alaykum assalom. Keldingmi? Keldim oyijon. Voy bolajonim, Yaxshimisiz? tuzingmisan? Esalomon kelib oldingmi? Rahmat. Charchamayapsan? Ilohim. Qani amin. Umringga, rizqingga Alloh baraka bersin bolam. Allohu akbar. Tuzingmisan bolajonim? Rahmat. Ishlaring yaxshimi? Zo'r. Qizim, sen chiqib ketaver, o'zimiz qo'yib olamiz. Xo'p, oyijon, yaxshi o'tiringlar. Ha, oyi, zerikmayapsizmi? Ha, yo'q, yaxshiman o'g'lim, yaxshi. Mana, kitob o'qib o'tiribman. Tuzingmisan? Yaxshi. Shu odatingizni yaxshi ko'raman-da. Bo'sh qolsangiz darrov kitob o'qiysiz. Endi aytishgan-ku. Beshikdan qabrgacha deb ilm izlash. To'g'ri. Bolam, ishlaring yaxshimi? Yaxshi oyi, yaxshi. Ha, xullas bolam, keyingi hafta sovchilar kelishar ekan. Xotining shunaqa deb qoldi. Sovchi kelishi yangilik emas-ku. O'rganib ham qoldik. To'g'ri, bu safargisi sal jiddiyroq. Menimcha shularga uzatamiz shekilli. Mayli oyi, lekin avval
surishtiraylik. Kelsin, gaplashaylik, ko'raylik. Siz Oysini ko'ring. Ana undan keyin bir to'xtamga kelamiz. Oyi, o'zingiz gaplashib ko'ravering. Ana undan keyin nima qilish kerakligini hal qilasiz. Endi men ham senga suyanaman-da, bolam. Sen bilan maslahatlashaman. Akang uzoqda bo'lsa. Oyi, akam ham kelib qolsalar kerak to'yga. Voy, albatta keladi. To'y kunini belgilasak, albatta yetib keladi, bolam. Ha, unda yaxshi. Oyi, o'ylamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Endi bu yog'i taqdir, mayli. Ilohim yaxshi bo'lsin. O'zi oyi, bu kishintoyga birovga bering ham kelmaydi. Ha, endi. Bu ketsa bilasiz, uyimiz huvillab qoladi. Lekin iloji yo'q. Mayli, men kiyim alishtirib chiqay. Mayli. Keyin ovqatlanarmiz, o'g'lim. Xo'p bo'ladi. Ot minishdan oldin so'rab tekshirib minmabsiz-da. Mana o'zingiz shuncha azob chekdingiz. Jarohatlandingiz. Sizga kuchli og'riq qoldiradigan ukol qilishdi. Ancha uxladingiz. Og'riqlaringiz kamaydimi? Hozircha yaxshi. Yomon emas. Iloyim yaxshi bo'ling. Otga keladigan bo'lsa, otda aybi. Ayb o'zimda. Ozgina ehtiyotsizlik qo'ydim. Ot odamni bosmaydi. Hech qachon esingdan chiqarma. Endi baribir hayvonda bilib bo'lmaydi. Bilib bo'ladi. Otdan yomonlik chiqmaydi. U boshqacha hayvon. Endi ukolni ta'siri ketgandan keyin biroz og'riqlaringiz kuchayadi. Ozgina chidaysiz. Shunchasiga chidadiku. Ha, bunisi nima bo'pti? Bunis. Qo'ng'iroq qilib aytsa, qo'rqib ketdim. Xayolim mingta ko'chaga kirib chiqdi. Qanaqa qilib bu yerga kelganimni ham bilmayman. Qo'rqma. Men yaxshiman. Mendan osonlikcha qutulolmaysan. Ha, aytishadi. Yomonga o'lim yo'q. Siz yomon emassiz. Iloyim uzoq umr ko'ring. Bolalaringiz boshiga sog' bo'ling. Endigina nevarali bo'ldingiz. Hali hayot oldinda. Ularni yaxshi kunlarini ko'rishimiz kerak. Xudo xolasa. Sen qo'rqma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Endi shu bahona birpas dam olasiz-da. Dam olish kuni ham dam oling desam, yo'q, ishlarim qolib ketdi deb ketardingiz. Mana. Endi majbursiz yotib dam olishga. Bunis. Tomog'im qurib ketdi. Hozir suv olib kel. Xo'p, hozir. Ilo'roq bo'lsin. Xo'p. Yaxshi o'tiribsizmi, oyijon? Voy, keling qizim. Yaxshimisiz? Sizga choy quyib beray? Yo'q, shart emas qizim. Yo'q-e. Ovqat tayyor bo'lguncha choy ichib turing. Nima ovqat qildingiz? Sho'rva qilib qo'ygandim. Ha, yaxshi. O'zi sho'rva ichkim kelib turuvdi. Oyijon, siz bilan gaplashmasak bo'ladimi? Voy, mayli qizim. Shu hafta keladigan sovchilar Zarnigorxonni tanishi. Voy. Zarnigor ham u yigitni yaxshi biladi. Ko'ngli bor. Men ham bilaman, faqat menga aytgandi. Boya o'g'lingiz chaqirib so'rab qolgandilar. Shunchaki tanishib deb qo'ya qoldim. Bilasiz, o'g'lingizni salga qizishib ketadilar. Jahllari chiqmasin yana. Shunga sizni xabaringiz bo'lsin deb sizga aytib qo'yapman. Ha, mayli. Kesinchi o'sha sovchilar. Gaplashaylik. Oilasini ko'raylik. Yaxshi oila bo'lsa, uzatamiz qizim. Zarnigorni ham ko'ngli bor ekan.
o'zi yoqtirgan yigitga uzatganimiz yaxshi-yu, qizim. O'shanda baxtli bo'ladi. Bir-birini ko'ngliga qaraydi. Begonadan ko'ra tanish bo'lgani yaxshi-da. To'g'ri aytasiz oyijon. Siz anchadan beri bilasizmi? Ha, ancha bo'lgandi. Lekin hali hech kimga aytmagandim. Zarnigorxon xohlamagandi. Bilasiz, endi uyaladi. Lekin oilasi yaxshi oila, eshitishim bo'yicha yigit ham rosa yaxshi ekan. Kelsinchi, ko'ramiz-da. Seshanba kuni aniq keladigan bo'lishibdimi? Ha, oyijon. Ha, bo'pti. Mayli unda oyijon, siz yaxshi o'tiring, men ovqatga qarayman, xo'p? Xo'p. Xo'p. Yaxshimisan? Yaxshi. Ko'rinmaysan, kelmaysan. Bu yerda bir tayinli qiladigan ishim yo'q. Kelib nima qilaman? Kesin ish bo'ladi-da. Kelmasang, qayerdan ish topamiz? Majburiy ish topishlaringni xohlamayman. Bu yerda ortiqcha bo'lishni xohlamayman. Xullas, oradan ancha vaqt o'tdi. Qodirxon aka ham bo'lib o'tgan ishlarni unutgan. Borib gaplashmoqchiman. Bundan oldin ham borganman, tushuntirganman. Lekin u payt jahllari chiqib turgandi. Hozir menimcha gaplashsa bo'ladi. Kerak emas. Qo'yaver. Mani deb ovora bo'lishing shart emas. Nima? Mani boshimga biror kulfat kelsa, sen men uchun ovora bo'lmasmiding? Shunaqa tashab ketarmiding? Ko'p gapirmaginda, aytganimni qilib tursang hammasi joyiga tushadi. Foydasi yo'qmi deyman-da. Yaxshi yashayapman. Hech kimga zararim tegmasdan bir chetda. Unda ham yaxshi yashayverasan. Qodirxon akani oldida yomon yashaganmiding? Yo'q. Yaxshi. Xullas, ertaga gaplashaman. Senga telefon qilaman. Ot minsang olib chiq, birga minamiz. Shu. Yaxshi qiz, tanishsak bo'ladimi? Tanishmayman. Qayoqqa ketyapsiz? Uyga. Yigitim bor meni. Ha. Kim ekan o'sha yigitingiz? Yo'q, tanimaysiz. To'yim bo'lish kerak yaqinda meni. Shuning uchun mendan uzoqroq yuring, xo'pmi? Hey, to'xtasang-chi. Jinnimisiz? Mahallamdasiz. Chaq hech narsa qilmaydi, mahallami, mahalla emasmi? Yo'q, ketavering. Shunaqami? Xo'sh, kim ekan yigitingiz? Tanimaysiz baribir. Menga qara, sen uni buni qo'y. Uydagilaringga xabar berdingmi? Sovchilarni jo'natishimmi? Aytdim, kenayimga aytdim. Oyingga aytmadingmi? Siz sovchilaringizni jo'natavering, kenayim o'zlari oyimga tushuntiradilar. Zarnigor, o'zing ham uyda bo'lasanmi? Oyim borganlarida choy poy olib kirgin. Xo'p, Ko'ylak lozimla kiyib, o'zbek qizi bo'lib. o'ylab ko'raman.
Nimani o'ylab ko'rasan? Xo'p bo'ladi deydi. Xo'p, O'zi turmushga chiqish niyating bormi sani? bilmadim. Menimcha sal vaqtlimi deyman-de. Mayli, unda boshqasiga uylanib ketaveraman. Nechta qiz turibdi Sochizni jo'nating deb. Ha, yo'q-e. Mayli, boravering unda. Jo'natavering qizlaringizga. Hey, to'xta. To'xta. Sinem bir bunt mumkinmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr, tanimadim. Siz mani dadam ishini ko'ryapsiz. Iloj bo'lsa gaplashib olaylik, mashinani chetga olaman hozir. Xo'p, mayli. Uzr, vaqtingizni oldim. Ismim Sarvar. Sizni ismingiz Iroda, shunaqami? Shunaqa. Siz mani dadam ishini ko'ryapgan ekansiz. Dadingiz kim? Bobojonim Sardor. Shu ishni ijobiy tarafga hal qilib bersangiz degandim. Menimcha dadamni oqlash sizni qo'lingizdan keladi. Men hali u ish bilan tanishib chiqmadim. Shuning uchun sizga hali bir nima deya olmayman. Keyin agar rostdan ham aybsiz bo'lsalar, oqlanadilar. Ayblari bo'lsa, jazolarini oladilar. Tanishib nima qilasiz? Undan ko'ra ikkalamiz kelishib qo'ya qolaylik. Siz haqingizda surishtirdim. Sharoitingizdan xabarim bor. Xohlasangiz kelishamiz. Quruq qo'ymayman. Menimcha hamma narsani iloji bor, to'g'rimi? Men sizga qaytarib aytyapman. Bu ish bilan hali tanishib chiqmadim. Kechirasiz. Kelishamiz, hali kelishamiz. Endi bu yog'iga sizga mumkin emas. Nega mumkin emas? Keyingi hafta sovchilarim boradi-ku. Sovchi yubordi degani? Eshikni tagigacha kuzatish mumkin degani emas. Hali to'yimiz bo'lgani yo'q. Mayli. Ungacha sabr qilamiz. Bo'lmasa sen ham kira qo'y, keyin gaplashamiz. Kirib yozib qo'ygina. Xo'p. Esingdan chiqmasin. Sekin haydang mashinani. O'zim bilaman. Xayr. Bolangiz uxladimi? Ha, injiq bo'lib qopti. Timi yig'layapti. Qornidan bo'lgandir-da. Hozir shunaqa payti. Ha. Kechga ovqat qildingizmi yo endi qilamizmi? Yo'q, qilib qo'yganman. Sop qo'yganman ovqatni. Yarim soatda pishib qoladi. Nima ovqat qildingiz? Tovuq sho'rva sop qo'ygandim. Ha, baraka toping. Yaxshi qilibsiz. Unda men dadangizni ko'rgani olib boraman. Quvvat bo'ladi, ham yengilroq ovqat. Oyjon biz ham borib ko'rib kelsak bo'lardi. Bormasak bo'lmaydi-da. Bugun kech bo'ldi. Hozir qorong'i tushadi. Keyin ertaga borarsizlar. Men hozir ovqatni olib borib o'sha yerda qolaman. Obidjon uyga qaytib keladi. Bir o'zingiz qolmang. Xo'p, nima desangiz shu. Nima bo'pti o'zi, yaxshimilar?
Ha, shu falokatda nima deysiz endi? Otdan yiqilib tushibdilar. Doktorlar ozgina ahvol jiddiy deyishyapti. 1-2 kun yotadi-da endi. Endi uyga olib kelib, o'zimiz qarab parvarish qilamiz-da. Qachon javob berishar ekan o'zi? Bilmadim, hali gaplashganim yo'q. Erta-perta gaplasharman. Bo'pti, siz unda ovqatga qarang. Xo'p. Tezlashtiring, xo'p? Xo'p, bo'ladi. Mana shu otxona aka. Bu otxona meniki. To'g'rirog'i rahmatli dadamniki. Ular shu yerlarni qurib ketgan. Lekin otxonani bu darajaga yetkazgungacha juda ham ko'p yillik mehnat qilganlar. Ularchalik bo'lmasa ham qo'limdan kelgancha saqlashga harakat qilyapman. Bu yerda otlar ko'p ekan-a? Menimcha bular oddiy otlarmasa? Bu yerdagi otlarning hammasi chempion otlar. O'ziga yarasha tarixi bor. Xullas, bu yerda 3-4 kun yursangiz, otlarga mehringiz tushib, bu ishga ham qiziqib qolasiz. Ot odamzodga eng yaqin jonzot hisoblanadi. Bu otlar hatto eng yaqin do'stingizdan ham yaxshiroq sirdosh bo'ladi. Tushunarli. Nima ish qilishim kerak? Men mehnatdan qochmayman. Shuncha yil yotdim. Endi ishlaydigan vaqtimiz keldi. Aka, bir muddat bu yerlarni shunchaki nazorat qilib yuring. Chunki hozir menga nazoratchi yetishmayapti. Bu joyda nazorat qilinishi kerak bo'lgan odamlar ko'p. Ularning ishlashini o'zingiz ta'minlaysiz. Kerak bo'lsa, qattiqroq ham gapirib turing. Xullas, bu yog'iga men o'zim javob beraman. Siz o'zingiz vazifangizni bajarsangiz bo'ldi. Mayli. Nima desangiz shu. Keyin o'zi ancha yaxshi bo'lib qolibsiz-ku. Bu Hassani olib tashlasangiz bo'lmaydimi? Ayrim odamlarga suyangandan ko'ra Hassaga suyanganim ma'qulroq. Qiyin payt yonimda turdi. Buni tashlab qo'ygani vijdonim yo'l qo'ymayapti. Aka, payt kelsa eng yaqinlaringiz ham tashlab ketadi. Qani, yuring. Naryodagi otlarni ham ko'rsataman. Xullas, otxona juda ham katta. Bu yerda zerikmaysiz. Tez kunlarda ko'nikib ketasiz. O'zingiz uyingizdek bo'lib qoladi hali. Eshik yop. O'tir. U bola kim? Zarnigor bilan bir-birini taniydimi? Menimcha shunaqa. Yo yaxshi ko'radimi? Yo'q, unaqa emas. Ular menimcha bil o'qishsa kerak. Bilsang to'g'risini ayt. Mana bilishim kerak. Har holda singlimni kimga uzatyapman? Qanaqa odam u? Bilmasam turib qanaqa uzataman? Kelishadi-yu, surishtiramiz. Men ham hech narsani bilmayman. Bilasan. Singlimni yaxshi ko'raman. Shu paytgacha uni doim ko'ngliga qaraganman. Bundan keyin ham ko'ngliga qarayman. Lekin bu degani ko'chada yaxshi ko'rishib yursin degani emas u. Yaxshi ko'rishib yuradi demadim-ku men ham sizga.
qanaqadir tanishi bo'lsa kerak, balki ko'chada ko'rib qolgandir. Birpasda unaqa yomon xayollarga bormang. Bo'pti, o'zini chaqir. Xo'p, faqat men yonimda gaplashmang, xijolat bo'ladi. Keyin unaqa qattiq gapirmang. Qiz bola xafa bo'lib qolmasin. O'zi sizmas, oyijon gaplashsalar bo'lardi. Chaqir. Men uni har bitta qadamga javob berishim kerak. Men unga ota o'rnida otaman. Xo'p. Bor. Labi aka. Ke, kir. Xo'p. O'tir. Gaplashib olaylik. Xo'p. Labi aka. Zarnigor. Bilasan. Har doim oyim ham, men ham, akam ham seni ko'nglingga qaraganmiz. Bizni bitta singlimizsan. Seni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Qo'limdan kelgancha birovdan kam qilmaslikka harakat qildik. Onam bechora bizni otasi katta qildilar. Sovuqlarda qanaqa qiynalib ishlaganlarni sen ham, men ham ko'rganmiz. Esingda o'sha kunlar? Esimda. Xudoga shukr. Oramizga yaxshi tarbiya berdilar. Birovning haqqini yemadik, halol mehnat qildik. Ko'cha-ko'yda ular bo'lmas odamlar bilan o'ralashib yurmadik. Sana iltimos. Onamlarning shu bergan tarbiyalarini oqla. Yuzimizni yerga qaratib qo'yma. Sizni yuzingizni yerga qaratadigan ish qilganim yo'q aka. Bilaman. Men senga ishonaman. Shuning uchun gapiryapman. Endi maqsadga o'tsam. Oyim aytdilar. Sovchilar ekan. Meni kichkintoyim olib ketishar ekanda. U bolani taniysanmi? Taniysanmi? U shunchaki tanishim. Aka, meni ishlarim bor edi. Kenimga ozgina qarash voring. Tushunarli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Yotibman. Tuzuymisiz? Doktorlarning oldiga kirib chiqdim, gaplashdim. Hammasi yaxshi, yomon emas. Faqat 3-4 kun kasalxonada yotib turar ekansiz. Ehtiyot bo'lmabsiz-da, Bahrom aka. Uyga chiqqandan keyin ham bir muddat qimirlamasdan yotish kerak ekan. O'zlari nazorat qilib turishar ekan. Endi bu yog'iga birozgina sabr qilasiz. Arzimagan yiqilish bo'ldi-yu. Shunga shunchami? Ha, endi sizga arzimagan tuyulishi mumkin. Lekin baribir ichki organlar lat yegan. Ha, doktorlar ham o'zidan o'zi yoting deyishmasa kerak. Ehtiyot bo'lib davolanishingiz kerak oxirigacha. Ertaga yana rentgen qilishar ekan. Keyin shu rentgen natijasiga qarab xulosa dorilarni yozib berar ekan. Muolajalarni boshlaymiz. Telefoningiz? Qarachigim. Voy, Nargizaxon qilyapti. Oma. Xo'p. Nargizaga hozircha hech narsa dema. Yo'q, hali
hech narsa deganim yo'q. Endi menga qilyapti shekilli. Aytdim-ku, menga qilyapti. Indama. Alo. Nargizaxon, yaxshimisiz? Ha, uyda o'tiribmiz. Dadangiz uxlayotgandilar, tinchmisizlar? Aytgandim-ku, Qodirxonaga tushunadigan odam deb. Aytganimdek bo'ldi. Faqat bir muddat oddiy ishlarni qilib turasan. Tozalikka javob beradi deb tushuntirdim. Lekin muhimi qaytyapsan. Nima ish qilishim ahamiyati yo'q. Eng muhimi Qodirxonaga meni kechirsalar bo'ldi. Men ishga olmasalar ham roziman. Bir kunimni ko'rardim. Faqat shuncha yaxshilik qilgan odamning oldida kim degan odam bo'ldim, shuni o'ylayapman. Hech qisi yo'q, o'ylama. Qodirxon akam seni allaqachon kechirganlar. Sharoitingni hammasini tushunyaptilar. Sen ham o'zing xohlab qilmading-ku. Shunchaki Qodirxon akada o'sha paytda muammolari ko'p bo'lganmi? Ochig'i o'zim ham hayronman. Lekin oxiri yaxshilik bilan tugadi. Xullas, shunaqa gaplar. Ishchilarga qo'pol muomala qilib qo'ymaganmisan? Hozir endi ular bilan birga yashashingga to'g'ri keladi. Yo'q. Hech kimga qo'pol muomala qilganim yo'q. Agar ayb o'zida bo'lmagan bo'lsa, ish qilib tinchlik bo'lsin. Vaziyat chatoqqa o'xshaydi. Bo'pti. Ertadan ishga. Hozir ham siqilib ketdim. Turaman, yuraman deydilar. Ha, doktorlar yurish mumkin emas deb turibdi. Anchadan beri kayfiyatingizni bunaqa yaxshi ko'rmagandim. Xudoga shukr, dadam yaxshi bo'lib qoldilar. Meni nazorat qiladigan odam onasini qonidan tug'ilmagan. Tug'ilmasa ham kerak. Soat 5 bo'ldi. O'qishdan 3 da chiqqansan. Sizni xaloskoringiz ham bormi hali? Aytmabsiz-da ertaroq. Bandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir non berib kesatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Kimlardir non berib kesatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin.